Assalomu alaykum. Hop, shu narsani agar sizga armon bo'lib qolgan bo'lsa, hozir oson usulda formulasi bilan yig'ishni o'rgataman. Lekin bundan oldin bitta ogohlantirish. Agar bu narsani olmagan bo'lsangiz, tavsiya qilmayman. Men o'zim shaxsan dasturchi bo'lganim uchun stol ustiga qo'yib qo'yib, aqlli ko'rsatgani olgan edim. Niyat bo'lgan, qaniydir tez yig'sam aql saqlanadi degan o'y bo'lgan, lekin hozir fikrimdan qaytdim. Bu qaniydir keraksiz qobiliyat. Misol, bundan ko'ra Napoleon urushini nechinchi yilda bo'lganini yodlasangiz, hayotda ko'proq asqotadi. Lekin endi bu ham bor narsa, bezak uchun tursa turaveradi. Endi bitta ko'rib qo'yganim zarar qilmaydi. O'zim ham buni yig'ib ko'rganimda bitta videodan ko'rdim, YouTube'da inglizcha kontent edi. Juda populyar edi, oson usulda formulada qilingan edi. Shu bir marta, ikki marta urinishda men ham yecha oldim o'sha formula yordamida. Lekin kichkinaligimda ayamlar buni shundan olib kelishganda chiylab berib turib, agar shuni yig'ib olsang, velosiped olib beraman senga deyishgan edi. Endi o'zi yaqinda yig'ishni o'rgandim. Shu borib oldida yechib ko'rsatib beraman, endi velosiped olib berasizmi deb hazil qilib ko'rishga endi jur'at yetmaydi-yu, lekin endi kontentda endi nima deysiz. Xo'p, video qanday boshlangan edi? U birorta rangni tanlab oladida, o'shandan plyusiga yig'ib turib, keyin burchaklarni yig'ib turib, mana shunday tepaga qarab chiqib yig'ib boralar edi. Men o'zimcha yig'ib ko'rganimda, mana aql bilan yig'ishga, endi u yoshlikda bizda YouTube boshqa narsa bo'lmagan, telefonda knopkali-ku. Aql bilan fikrlab yig'ib boraman desangiz, adashib ketasiz-da. Yetadi, bu juda murakkab narsa emas. Shunchaki yo'l ko'pda, nima deydi? Bir narsani burash uchun ko'proq harakat bajarish kerak. Masalan, men buni rangni to'g'rilab bu yerga olib kelish uchun siz nima qilish kerakligini his qilib turasiz, burasangiz bo'ladi. Lekin ortiga qaytarishga esingizdan chiqib qoladi keyin narigisi. Shu birini to'g'rilasangiz boshqasi o'zgarib ketib qolaveradi. Shuning uchun odamlar formula ishlatadi, kallasini ishlatib o'tirmaydi. Bu endi mana shu ham o'zi katta bir asosi. Bu hech qanday aql saqlashga, boshqaga foydasi yo'qligiga meni asosim desam bo'ladi. Hozir meni grippim bor, ozgina tomog'im og'rib turibdi, o'shanga ovozim boshqacharoq. Xo'p, buni yig'ish uchun bitta rangni tanlab olasiz. Sodda usulda aytib boraman. Keling, yashilni tanlaylik. Ular oqni tanlaganda videoda hamma oqdan boshlasa kerak. Uni ahamiyati yo'qligi uchun men istagan rang degan ma'noda yashilni tanlayapman. Xo'p, buni plyusga yig'ishimiz kerak, yashildan boshlab. Va bu past bo'ladi. Pastga qismdan tepaga qarab chiqib boramiz. Xo'p, plyusini yig'ishimiz uchun mana bu burchaklarda yashili borlarni izlashimiz kerak, burchakliklarda. Mana bularni emas, bu yerdagi o'rtanikini yig'ishimiz kerakda. Mana bu yerda yoki bu yerda qayerdadir mana yashili bor, bitta chiqdi. Endi buni tepasiga qaraymiz, qizili bor. Yonidagi boshqa rangga qaraymiz, qizili bor va o'sha rangni oldiga olib boramiz. O'rtasida o'sha rang bor, sentrda, markazda oldiga olib boramiz. Bu qizil edi, qizilni oldiga olib keldim. Va bunday qilib tepaga burab olib chiqsangiz joyiga keladi mana. Faqat rangi almashib qolgan. Bu juda murakkab narsa emas. Mana shuni olib kelsangiz bo'ldi, muhimi. Olib kelasizda, mana teskari turibdi. Buni bitta yonboshga burab turib, tepaga chiqarib turib, bunday qilsangiz, mana keldi joyiga. O'zi bo'ldi. Ana endi keyingi rangni olib kelamiz. Yana yashili bordan izlaymiz mana shunday o'rtalikda. Mana oqi bor ekan. Eng muhim narsa, buni siz hozir bunday olib kelishingiz mumkin, bunday qilib. Lekin bu joy emas-da buni. Bunday qilsangiz bu to'g'ri kelmay qoladi. Shuning uchun buni yonboshda ko'rib qoldikmi, pastga olib chiqarish kerak. Mana yashilni tanlaganimizdagi yashil asosiy rang. Asosiy rangdan teskari qilib pastga olib chiqarishimiz kerak. Nimaga? Osonroq aylanadi bunday qilib. Misol uchun o'zining rangini tagiga olib borib olsa bo'ladi buni. Mana oqini tagiga olib keldik, yashilda. Bu hozir to'g'ri turibdi-ku, burab turib aylantirib olib kelsak, mana hozir teskari qildik-ku. Mana shunday burab olib kelsak, joyiga kelib qoldi. Mana bu qizilga o'xshab turib, uni burab aylantirib kelishga to'g'ri kelmadi. Bu oson bo'ldi. Keyingi
izlaymiz. Bu tomonga ikkalasiga qoldi. Mana bitta yashili bor. Bu sariqniki yashili ekan mana. Sariqni yashilini ham men bunday o'zini tagiga olib kelib oldim mana. Va bu men bu yerga chiqish kerak. Chiqish uchun oddiy mana shunday burasam, pastda turibdi-ku, tepaga olib chiqilinadi. Faqat yana o'sha holat o'rni mana bunday almashish kerak. Buning uchun yana nima deydi? Keling, bu tomoniga qilaylik. Bunday qilib turib, endi bu yoqqa burasak bo'ladi. Hozir burasam, men bu ham qo'shilib to'g'rilaganim ketib qolyapti. Eng muhimi buni nima qilib oldik? Yashilini tepaga qo'yib oldikda, bitta harakat bilan. Endi buni pastga bunday qilib qaytarib olsam bo'ladi yana. Eng pastga olib tushib turib, o'zini yoniga yana olib kelaman sariq joyiga mana. Bu safar endi bu joyiga qaytarsam to'g'ri bo'lib tushadi. Hech qanday muammosiz. Oxirgisi qoldi mana bu. Bu o'zi nima joyida turibdi ekan, ya'ni qizilda oldida turibdi. Bunday qilsam joyiga kelib qolaveradi bu. Faqat yana o'sha holat teskari bo'lib turibdi. Endi buni yana bu yoqqa yoki bu yoqqa buragan holatda qaysi tomonga bo'lsa ham, mana bunday tepaga olib chiqsam yana to'g'rilanadi. Joyiga qaytaraman. Hop, hozir buni buzmay turaylik-da. Hop. Buni yonboshga olib o'tdikmi endi? Mayli. Shundayga olib kelib turib, bu yoqqa qaytarib turib, buni pastga olib tushib turib, mana men bu yashilimni joyiga qaytarsam, mana ikkitasi buzildi-yu, atak bittani to'g'rilab oldik-da. Endi bu qizili bordi. Qizilni oldiga olib kelsak mana. Qizil emas, sabzi rangda. Men bu hozir bittasi turibdi, pastga tushgan bo'lishi kerak edi. Ko'zimdan qochdi shu. Bittamiz qayerda qoldi mana. Yashilimiz buni ham hozir bunday olib chiqsam ham bo'ladi, lekin men o'zining rangini tagiga olib o'tishim kerak buni. O'zining rangi qizilda turibdi. Qizil tagiga olib keldimda, buni bunday qilsam bu joyga keldi. Oxirgisi qoldi mana bu. Bu oq ekan, oq tagiga olib keldim. Bunday qildim. Shunday qilib olib kelsangiz bo'ladi. Nima deydi? Muhimi, mana bu qaysi rangni asosiy qilib birinchi boshlanganda tanlab olgan bo'lsangiz, mana bu yonboshliklarni pastga olib tushib olishingiz kerak. Shunda bunday qilib o'zining rangini tagiga olib o'tasizda, olib o'tib turib bunday burasangiz joyiga keladi. Agar joyiga kelmasa, mana buni almashtirish kerak bo'lsa, o'sha aytganimdek, bu yonboshga yoki bu yonboshga to'g'rilab turib, bunday to'g'rilasangiz joyiga keladi. Nariga bu tomondagisi o'zgarib qoladi-yu, lekin uni ortiga qaytarish orqali to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Endi birinchi qator juda murakkab emas. Buni qandaydir kallani ishlatib ham sekin to'g'rilab olsa bo'laveradi. Lekin keyingilariga uje esingizdan chiqib qoladi kalla ishlatgan bilan. Shuning uchun formulalar bilan endi ketamiz qolganiga. Xo'p. Endi bu past to'g'rilangandan keyin plyusi endi burchaklari qoldi. Burchaklar to'g'rilash uchun kubik yig'ishda asosiy harakat bor ekan, o'ng qo'l va chap qo'l harakati. Buni yodlab olsangiz, deyarli hamma joyda ishlanadi ekan. O'sha bilan bir ikkita yana harakatlarni qo'shib kombinatsiya qilib, yig'ib boraverasiz. Xo'p. O'ng qo'l harakati qanday? O'ng qo'lni tepaga ko'tarasiz. O'ng qo'l bilan tortasiz. O'ng qo'lni pastga tushirasiz, chap qo'l bilan ortiga qaytarib qo'yasiz. Mana bu o'ng qo'l harakati. Buni bir necha marta takrorlab ko'rib, mashq qilsangiz, nima desam bo'ladi? Bajarishingizga oson bo'ladi. Esingizdan chiqib qolmaydi, chalkashib qolmaysiz. Bu qatorlar buzilgani yo'q. Shu o'ng qo'l harakati. Endi chap qo'lniki qanday bo'ladi? Bu ham chap qo'lni tepaga ko'tarasiz, chap qo'l bilan tortasiz, chap qo'l pastga tushirasiz, buni joyiga qaytarib qo'yasiz. Xuddi shu. Buni ham yodlab olsangiz, tezlikka ishlaydigan bo'lib, bunday holatda. Bu nimaga kerak? Bu burchaklarda mana bu har bitta aylantirganingizda mana bunday qilib swap qiladi, aylantirib keladi. Aylantirib pastga tushirishingiz mumkin yoki joyida misol pastda turganda aylantirib rangini to'g'rilab olishingiz mumkin yoki o'rtalarda shu o'ng qo'l harakati bilan tepada ham, oxirida ham yig'ilishda ham yordam beradi bu. Nimaga yordam beryapti? Chunki bu ham bu rang o'zini nima qilyapti? Almashtiryapti. Shuning uchun bu foydali harakat. Yodlab olsangiz qiynalmaysiz. Xo'p. Endi
bu pastki qismlarni yig'ish bilan davom ettiramiz. Hop, buning uchun tepa qatordan pastga tushishi kerak bo'lgan rangni qidirasiz. Misol uchun yashili borni qidiramiz, chunki bizda pastki qatlamda burchagi yashil bo'lishi kerak. O'zi bittasi turibdi, bu nojo'ya joyda turibdi. Buni hozir keyin to'g'irlaymiz. Osonrog'idan boshlaylik. Xo'p, mana yashili bor. Bu pastga tushishi kerak, lekin qayerga? Qizil va oqi bor joyga tushishi kerak. O'zi oqi borda oldida turibdi ekan, lekin qizili yo'q. Bunday qilsam endi to'g'ri bo'ldi. Mana oqi ham bor. Yashili o'zi takda mapga tushirgan yashil, qizili ham bor va bu joyi mana bu yerda. To'g'rimi? Endi qaraysiz, qaysi tomonda turibdi bu? Misol bunday qilib chap qo'l harakati bilan ham tushirib olsangiz bo'ladi, yoki o'ng qo'l bilan ham. Endi bu yerga tushishi kerak. Xo'p, keling chap qo'l bilan qilib ko'raylik. Men shuni sinab ko'rmagan ekanman. 1 2 mana shunday qilaman. Chap qo'l harakati. Xo'p, yana bitta. Xullas to'g'irlanguncha buni nima qilib ko'raverasiz. Mana joyiga keldi. Burchak. Bir martada ba'zida to'g'irlanib qoladi. O'sha chap qo'l va o'ng qo'l harakatini takrorlayversangiz, ba'zida ko'proq o'sha harakat takrorlashga to'g'ri keladi. Bitta bunday qilganingizda, bitta aylantirib kelganingizda to'g'irlanmashi mumkin. Endi keyingisi yana bitta yashili borni qidiraylik. Mana yashili bor ekan. Sabzi rangi, sarig'i bor ekan. Sariq bor, sabzi rang yo'q. Buni bu yoqqa o'tsam, sabzi rang bor. Endi bu yoqqa tushishi kerak. O'zi mana bunday qilib yana qilsam bo'lsa kerak-ku. Keling shunaqasiga qilib ko'raylik. Mana o'sha to'g'irlanib qoldi. Yo'q. Uni o'ng qo'l harakati bilan ham qilsa bo'lish kerak. Ikkala tomonga ham ketaveradi. Shunchaki o'zi tepasiga olib kelsangiz bo'ldi buni. Hop. Endi yana birorta yashili borni qidiraylik. O'zi mana bu yashili bor ekan. Endi buni to'g'irlash uchun bu joyda-yu, lekin buni buzishga majburmiz, chunki buni tepaga olib chiqib olish kerak yoki joyda to'g'irlash kerak. Buning uchun buni joyi emasda bu o'zi. Buni tepaga olib chiqib boshqa qolib ketib olishimiz kerak. Nimaga? Chunki buni sabzi rangi bor, sabzi rangi esa bu yerda yo'q. Ko'rib turganingizdek. Shuning uchun o'ng qo'l harakatini bitta bajarsak, mana tepaga chiqdi mana, tepaga chiqdi. Endi buni o'zini joyiga olib boramiz. Sabzi rangi bor joyga. Mana bu bor. Yashil bor o'zi pastga tushishi kerak, oqi bor. Mana oq, yashil pastga, sabzi rang bu yerga. Mana shu uni joyi ekan. Endi mana shu yerda o'ng qo'l harakati bilan ham tushsa bo'ladi, chap qo'l harakati bilan ham tushsa bo'ladi, menimcha. Chunki ikkalasini ham qilib ko'rdik, ishladi-ku. O'ng bilan qilib ko'raylik endi buni. Bittada tushmadi. Buni bajarib takrorlayversangiz o'zi to'g'irlanib qoladi, ikkala qo'l bilan ham. Mana bir necha marta takrorlasangiz o'zi buralib turib joyiga tushib qolaveradi. Demak, bizda bitta qator qoldi xolos. Emas, hozircha chap qo'l bilan o'ng qo'lda ahamiyati bo'lmaydi. Bu qatorda eng oxir birinchi qator yig'ayotganingizda. Keyin o'rtani yig'ayotganda buni ahamiyati bo'ladi. Qaysi qo'lda birinchi ishlatishdi, buni keyin hozir ko'rib chiqamiz. Hozirgisiga demak, ko'rganimizdek, men ikkala holatda ham olib tushsam, o'zi tepasiga olib chiqqandan keyin qaysi tomonga olib o'tib turib bajarsam ish bityapti. Ya'ni oxirgisini bajarayotganda hozir yana boshqatdan izohlab beraman buni. Mana yashili bor va bu qayerga tushishi kerak? Qizili bor ekan. Qizilni oldiga olib kelaman. Sarig'i bor bu yerga. Mana shu joyi ekan buni. Endi bunday ushlab olgan bo'lsangiz qo'lingiz bilan, sizda o'ng qo'l ustida turibdi, o'ng qo'l harakatini bajarasiz. Bunaqasiga ushlab olgan bo'lsangiz, значит bu pastga mayga tushish kerakmi? Chap qo'l tomonda turibdi, chap qo'l harakatini bajarasizda. Lekin ikkala holatda ham ishlayveradi, farqi yo'q. Mana keling buni chap qo'l bilan bajarib ko'raylik. Mana bittada o'zi menimcha to'g'irlanib qoldi bu. Tepasi endi ahamiyati yo'q hozircha. Mana bu qatorda burchaklari ham, bu asosiy qirralari ham to'g'irlandi. Bu yerlari ham to'g'irlandi. Mana endi mana bu o'rtalarni to'g'irlashimiz kerak. Bu ham shu chap qo'l, o'ng qo'l harakati bilan to'g'irlanadi, lekin uni bitta qo'shimcha yana bitta harakat bilan, formula bilan birgalikda ishlatish kerak bo'ladi.
mana bu qorinlarni to'g'irlashimiz uchun. Endi qorinni to'g'irlash uchun yig'ib borayotganimizda teskari tomonidagi rangni tepaga chiqib boryapmiz. Mana bu rangda bizda hozir bu holatda ko'k bo'lyapti. Ko'ki yo'q burchaklarda, qorinlarda izlaymiz. Mana bu bunaqa joylarda ko'ki yo'g'ini izlaymiz. Nimaga? Ko'ki bor tepaga chiqishi kerak-da. Biz bo'lsa mana bu yerga yig'moqchimiz. Mana bu rang joyida emas. Chunki bu o'zi tepaga chiqishi kerak. Bu bizga kerak emas rang ekan bu. Mana bu bo'lsa kerak emas bu yerga, bu yerda turmashi kerak. Demak, buni men qayergadir mana bularni birortasiga almashtirishim kerak. To'g'rimi? Joyiga olib tushishim kerak. Qaraymiz, qizili bor, oqi bor. Oq joyda turibdi, qizil mana bu yerda turibdi. Demak, bu mana bu yerga kelsa, burab qo'ysam past buralib ketib qoladi. Ilojisi yo'q. Bu mana bu yerga olib kelishim kerak. O'sha formulasi bor. O'sha bir marta, ikki marta aylantirsangiz, o'sha chap qo'l, o'ng qo'l harakati deganim bilan bu ham mana bu yerga kelib qoladi. Endi qaraysiz, bu qaysi tomonga tushishi kerak o'zi? O'zi rangini aytganimizdek, bu masalchi mana bu yerdan topib oldingiz deylik buni. Rangini ustida turmayapti bu. Buni rangini ustiga olib kelishingiz kerak mana. O'zini joyiga keldimi? Mana endi qaraysiz qaysi tomonga? Bu tomonga tushishi kerak. Tushishi kerak bo'lgan tomondan olib qochasiz buni. Misol uchun bu yoqqa tushishi kerakmi? Demak, men buni bu yoqqa teskarisiga aylantiraman. Aylantirib turib misol uchun qaysi tomonga tushishi kerak bo'lsa, o'sha tomonni harakatini bajaraman. Misol uchun chap qo'l harakatini bajaraman, chunki bu chap tomonga tushishi kerak. 1 2 3 4. Endi buni buzdik. Ana endi mana shu buzgan tomonimizni birinchi chap qo'l bilan bajardik, endi o'ng qo'l bilan yig'amiz. Esdan chiqib qolmashi kerak. Buzgan tomonimizni yig'amiz. 1 2 3 4. Mana qaytarsam, mana bu narsa joyiga kelib qoldi. Xullas, yo'lda tutish kerak bo'lgan narsa shu qaysi qo'l bilan buzsangiz, o'sha tomon buzgan tomoningiz esingizda qolishi kerak-da. Bunday qilib aylantirib olib turib, o'ng qo'l teskari qo'l bilan uni o'sha yana bir marta o'sha teskari qo'l harakatini bajarsangiz, o'ng qo'lnikini misol uchun chap qo'l bilan boshlagan bo'lsangiz, o'z joyiga qaytib qoladi, teskari bo'lib. Va mana bu rang joyiga keldi. Ana endi keyingisini izlaymiz. Xuddi shunaqa ko'ki yo'q o'rtaliklarda izlaymiz. Har qanday. Buni rangda ahamiyati yo'q. Bu ham qayergadir tushishi kerak demak. Ko'ki yo'q, demak bu buni joyi emas. Bu ko'ki bo'lganda mana shu almashtirib qo'ysa to'g'rilansa bo'ladigan bo'lar edi. Xo'p, bu sarig'i bor ekan. Men buni sariqni oldiga olib o'tib olaman. Mana. Endi buni qizili bor ekan. Nima sabzi rangi? Sabzi rang bu tomonga tushishi kerak ekan. Demak, bu o'ng tomonga tushishi kerak mana. Yaxshi namuna bo'ldi. O'ng tomondan olib qochaman demak buni. Mana. O'ng tomonga tushishi kerak edi. O'ng tomondan olib qochdim. Ana endi o'sha tushishi kerak bo'lgan tomondan harakat boshlayman. O'ng qo'l harakati degan o'sha formulam bo'yicha tepaga ko'taraman. O'ng qo'l bilan tortaman, o'ng qo'lni tushiraman va ortiga qaytaraman. Shu buzgan tomonimda ushlab olib turib, o'sha tomon bilan teskari harakat. Endi o'ng qo'l bilan qiluvdim, endi chap qo'l bilan to'g'rilayman buni. Chap qo'l harakati tepaga ko'tarardik, yonga surardik, pastga tushirardik. Bunday. Xo'p, oxirgi qismini qaytarib qo'yamiz. Endi bu nega o'sha formula bilan ketaverishingiz kerak. Oxirgi qilinadigan ishlar nima desam bo'ladi? Eng tepa qatorlar shu chalkashmashingiz kerak bo'lgani uchun oxirgisini ham odat qilib o'rganib ketaversangiz, haligi burash joyini ham bu gapim jini chalkashib qoldi. Mayli, ahamiyatsiz. Hozir navbati o'chirib kelganda tushunib olsangiz kerak. Xo'p, endi bu bitta qoldi ko'ki yo'g'idan. Ko'ki yo'q. Mana bu o'z joyida turibdi-da. Bu shunchaki qaysidir rangimdek borsa bo'ldi. Bu yoq, bu bo'lyapti. Bunday kelsa o'zi bu to'g'ri bo'lib qoladi-da. O'shaning uchun bu joyi. Xo'p, bu yerdan o'zi to'g'ri. Xo'p, bizga mana bu rangda qayergadir olib o'tishimiz kerak. O'zi rang tepasiga kelib qolibdi, bu oqi bor, bu tomonga tushishi kerak ekan. Demak, buni men hozir aytgan gapim bo'yicha, hozir qorinlarni yig'ayotganimiz uchun bu yoqqa tushishi kerakmi? Men buni teskari tomonga olib o'tib ketaman va tushishi kerak bo'lgan tomondan o'sha qo'lni harakatini bajaraman. Chap qo'l harakatida tepaga ko'tarardim chap qo'lni, chap qo'l bilan tortaman, chap qo'l bilan tushiraman va chap qo'l bilan ortiga qaytaraman. Endi buzgan tomonimda teskari qo'l bilan, ya'ni chap qo'l bilan boshlaganim uchun o'ng qo'l bilan to'g'rilayman. Qorinimni ushlab turib, tepaga ko'taraman. Bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa mana. Joyiga keldi. Bitta rang qoldi endi. Bu rang ko'ki bor ekan, bu kerak emas bizga. Hozir aytgan gapim. Mana bu
qizili bor. O'sha qizili tepasida turibdi va sariq bu yoqda juda joyida turibdi. Faqat misol uchun mana bunday almashib qolgan bo'lganida men buni qizil tepasiga olib kelib olgan bo'lardim birinchi, чтобы adashmashim uchun. Endi buni tushishi kerak bo'lgan tomondan teskariga burayman odatdagidek. Bu yoqqa buradim. Yana endi o'sha tushishi kerak bo'lgan tomonda qo'l harakatini bajaraman. Bu holatda menda o'ng qo'l harakati birinchi bo'lyapti. 1, 2, 3, 4. Endi o'sha buzgan tomonimda to'g'rilayman teskari qo'l bilan, chap qo'l bilan. 1, 2, 3, 4. Mana ikkita qatlam o'sha yechildi. Xo'p, endi oxirgi qatlam qoldi. Mana bu birinchi pallak qoldi. Endi bu yerda ham plyusdan birinchi yig'ishimiz kerak, lekin menda hozir plyus o'zidan o'zi yig'ilib qoldi. Chunki ko'p yaxshi chiylanmagan shekilli yoki nimadir, bilmadim. Buni nima deydi, sizda misol uchun bu ranglar hammasi joyiga kelmagan bo'lishi mumkin, almashgan. Misol uchun hozir bu plyus holatda to'g'ri bo'lib qolgandan keyin qiladigan ish, men bu nima deydi, eng maksimal holatda ranglar to'g'ri keladigan qolib turib, misol hozir mana bu ikkalasi to'g'ri keladigan holatda bitta formulani bajarsangiz, bu to'g'rilanib qoladi plyus. Lekin sizda holatingizda mana bu ranglar chiylanib qolgan bo'lishi mumkin. Uni qanday to'g'rilashni hozir o'rgataman. Ya'ni plyusni to'g'rilashimiz kerak. Tasavvur qiling, mana bular joyida emas. Faqat bizda o'rtada nuqta turibdi. Men mana bular joyiga olib kelishim kerak. Buning uchun shunday kubikda istagan tomondan, o'zi mana shunday ushlayman-da, endi o'rtasidan ushlab olib turib, yig'ib borayotgan joyimda. Buni bu tomonga buraman. Bu ushlab turgan yuzamni, qarab turgan yuzamni soat strelkasiga to'g'ri yo'nalishda buraman. Xullas, o'ng tomonga buraman deyman menda. Shunaqa burib turib nima bajaraman? O'sha tomonda qo'l harakatini bajaraman. 1, 2, 3, 4. Bajarib bo'lganimdan keyin ortiga qaytarib qo'yaman. Bo'ldi. Shunda men bu almashadi joyi. Hozir to'g'ri turadi, men bajarganim uchun teskari bo'lib qoldi endi. Men mana shu narsani nazarda tutgandim. Misol uchun men bu to'g'ri joyiga kelmay qoldi, yoki bu yog'i ham to'g'ri kelmay qoldi. O'shanday holatda yana, misol uchun men buni soat strelkasi bo'yicha burib turib, men qarab turgan yuzani o'ng qo'l harakatini bajaraman. 1, 2, 3, 4 va ortiga qaytaraman. Mana shunaqa qilib to'g'rilanaveradi. Endi keling, qanday hal qilishga qaraymiz birinchi. Xo'p, hozir menda mana bunday plyus holatda ikkitasi, ikkita rang o'zi to'g'ri turibdi. Men buni hozir siz agar bunga e'tibor bermasdan har tomondan o'shani hozir aytganimni bajaraversangiz, biri to'g'rilanadi, biri teskari bo'lib qolaveradi. Undan ko'ra, keling, shuni aql bilan yig'amiz. Bu yerga formula bilan demoqchiman. Bitta qizilda o'zi to'g'rilandi hozircha. Hop. Hozir aytganimdek bajarib ko'ramiz. Ortiga qaytardim mana. Qaytarsam. Sariq, oq. Hozir menda nima bo'lib qoldi? Bunaqasiga to'g'ri bo'ldi. Mana shu holatida keyingi qadamga o'tib ketsam bo'ladi, lekin o'rtada bitta step qolib ketdi. Men o'zimcha yig'ganim uchun o'ylamasdan to'g'ri kelib qoldi tasodifan, lekin bu oxirgi holat emas. Mana bunday ikkala tomoni tekkisiga to'g'ri kelib qolsa, buni shuni ushlab turib, mana bunday holatida, bitta teskari qo'yib turib, hozirgi harakatni bajarsam, mana bunday qilib turib, hozir aytdim-ku mana. O'shani bajarsam, nima bo'ladi? Joyiga kelib to'g'rilanib qoladi, ya'ni plyus bo'lib qoladi. Lekin sizni holatingizda mana bundayga to'g'ri kelib qolgan bo'lishi mumkin. Hozir o'shani misolini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu ikkalasi to'g'ri kelmasdan faqat bunaqasiga L shape deydi-ku, mana shunaqa bo'lib qolgan bo'lishi mumkin L holatida. Buni hozir qanday to'g'rilashni ko'rsataman. Xo'p. Yana boshqatdan buzib ko'raylik, misol biror joyidan. Mana shu buzildi. Bu L shape ga to'g'ri kelishi uchun men buni rangini oldiga olib o'tayin. Ko'k.
qizil. Xo'p. Xo'p, mana shunday turib tursin. Tepaga qarab tursin. Tepaga L shape to'g'ri bo'lgandan keyin, bunday L bo'lib qolgandan keyin buni bunday tikka qilib ushlab olamizda, L shape'ni yana bitta bajaramiz. Xullas, bo'ldi, esladim menimcha. Mana shunday holatda L bo'lib qolsa, bunday L to'g'ri kelsa, siz uni mana bunday teskari qilib ushlab olishingiz kerak, tikka qilib ushlab olib turib, bunday qilib turib, hozir aytgan harakat bajarasiz. Misol strikasi bu yoq to'g'rilangandan keyin o'rtaga qaytarib qo'yamiz. Va mana bunaqasiga yana hozir aytgan nima to'g'ri qatorimga keldi. Haligi sariq joyda. Endi bu sariq bo'lmas, boshqa rang bo'lishi mumkin-ku. Bu yoq to'g'ri tushyapti, bu yoq to'g'ri tushyapti. Mana endi bu o'zini joyida turgan holatida siz buni mana bundayga, misol o'zini joyida turgan bo'lsa, siz buni burab olishingiz kerak. Teskari turishi kerak, ya'ni o'zi turgan joyga teskari qo'yib turib, hozirgi harakat bajarishingiz kerak. Bo'lmasa yana buzilib qoladi. Bir ko'p bu yerda aylanib yurishingiz to'g'ri kelib qoladi. Bundan ko'ra, o'sha mana shunday to'g'rilangandan keyin buni gorizontal qilib olasiz, teskari qilib olasiz bunga, o'zi turgan joyiga va hozirgi harakatni yana bajarasiz. Buni bu yoqqa burab olib turib, o'ng qo'l harakatini bajarasiz, va joyiga qaytarib qo'yasiz. Joyiga qaytarganingizdan keyin plyus holatga keldi yana. Endi plyus holatida maksimal ranglarni o'zini joyiga olishga harakat qilasiz. Hozirgi holatda qizil bilan sariq, misol uchun mana bunday holatda turgan bo'lgan taqdirda ham men buni olib kelib turib qizilga sariqqa olib keldim. Ikkitasi joyiga keldi, ikkitasi joyiga kelmadi. Endi agar hammasi joyiga kelib qolsa sizda bo'ldi, zo'r. Agar yo'q bo'lsa, oxirgi mana shu plyusni yakunlaydigan oxirgi formula bor. O'sha bilan nima deydi? Sizda ishingiz bitgan bo'ladi. U formula mana bunday ishlaydi. Xo'p, bu oxirgi formulani ishlatish uchun, ya'ni o'zi plyus to'g'rilandi-yu, lekin ranglari to'g'ri kelmayapti. Misol uchun maksimal harakat qilasiz birinchi, oqni olib keldim deylik. Oq bilan yana qaysi rang keldi bu yerga? Boshqa rang yo'q ekan o'zi. Balki boshqani. Xullas maksimal rang tushishiga harakat qilish kerak birinchi o'rinda. Qizil bilan qizilni olib kelsam xato bo'lyapti. Xo'p, sabzi rangni to'g'irlasam ham уже mana ikkita to'g'irlanibdi, uzr. Sariq bilan qizil to'g'ri bo'lib turibdi. Bu ikkalasi bo'lsa to'g'ri emas. Shu holatda bitta to'g'ri tomon orqaga bo'lish kerak, bitta to'g'ri tomon o'ng tomonda bo'lish kerak. Mana shunday qilib ushlab olgan holatda formulani bajarish kerak. Agar to'g'ri bo'lmasa, formulani bitta bajarib ko'raverasiz. To'g'rilanib qolsa, nima? Bunday qilib olib ketaverasiz. Bo'lmasam, hozirgidek misol ikkita tomon уже buraganingizda to'g'rilansa, bunday burab olib kelganingizda o'sha tomonda hozir aytganimdek bittasi orqaga, bittasi o'ng tomonga qilish kerak. To'g'rilanishi kerak. Ushlash shunday bo'lishi kerak qo'lingiz bilan. Yo'q, mana bunday qilib bajarib bo'lmaydi formulani. Shunday holatda ushlab turib, xo'p, formula mana bunday ketadi. Bu tomonda tepaga ko'tarasiz, bu yoqqa buraysiz, ortaga qaytarasiz va buni yana ham olib o'tasiz bu yoqqa. Ikkita mana hozir ko'rgan ikkitamiz bu yoqqacha keldi. Ana endi buni yana tepaga ko'tarasiz va mana uni joyiga qaytarib olib kelib qo'yishimiz kerak. Mana bunday yana bitta buraymiz va ortaga qaytarib olib kelib qo'yamiz. Xo'p, shu holatda eng tepa qismi to'g'rilangan bo'lishi kerak. To'g'rilangani o'zi bitta rangni olib kelsangiz, qolgan ranglar nima bo'ladi? Joy-joyiga keladi. Ana endi oxirgi mana bu burchaklarni to'g'rilashimiz qoldi. Xo'p, buni plyusiga to'g'rilab bo'lganingizdan keyin oxirgi ikkita qism qoldi. Bularda birinchi o'zini joyiga olib kelib olish kerak. Olib kelish deganda ayni nima deydi, rangi ham to'g'ri bo'lib tushishi shart emas. Shunchaki tushishi kerak bo'lgan joyda tepasiga to'g'ri bo'lib kelib olsa bo'ldi. Keyingi qismda bo'lsa, o'sha rangini o'zini to'g'rilash bo'ladi. Xo'p, qaraymiz, joyida turibdimi ranglar? Mana bu joyida turgani yo'q. Nimaga? Ko'ki bor, oqi bor, sabzi rangi bor. Umuman bu yerda bunaqa rang yo'q. Bu-chi bu?
Bu ham joyida turgani yo'q, chunki buni sarig'i bor. Bu yerda hech qanday sariq rangli narsa yo'q. Garchi qizil bilan ko'k to'g'ri turgan bo'lsa ham. Men bu ham to'g'ri turgani yo'q. Bu lekin to'g'ri turibdi. Chunki mana sarig'i bor, ko'ki bor tepada va sabzi rangi bor. Demak, to'g'ri turganda o'ng tomonga qo'yamiz-da, o'sha burchakni, eng tepani burchaklarni yechadigan oxirgi formulani ishlatamiz. Lekin misol sizda bunaqa to'g'ri bo'lib tushgan birortasi ham yo'q bo'lsa, любой joydan boshlaversangiz bo'ladi formulani. Lekin hozirgi holatda shu nima deydi, to'g'ri turganda bittani tanlab olib turib, o'ng tomonga o'tib olsam, nariga chalkashib qolmayman. O'zi yana qaytadan buzib kelavermayman-da, shu to'g'rilaganimda ham qayta buzib ketavermayman formula bilan. O'shanday eslab qolib qilganimiz yaxshi. Men bu o'zi joyida turgani uchun, o'shaning uchun o'ng tomonga o'shib olyapman. Formula mana bunday. Birinchi o'ng qo'lingiz bilan tepasini tortib olasiz. Endi haligi o'ng qo'l harakatini sal boshqacharoq bu endi. Xo'p, bu formulalar o'sha o'ng qo'l chap qo'l harakatidan qanday farq qiladi? Bu chunki oxirgi qismlarda yechilgan formulalar bo'lgani uchun buni nimaga bundayligini tushunib yetishga to'g'risi men ham hali uncha ko'p yig'ib ko'rganim yo'q. Lekin shunchaki siz buni yodlab olsangiz, yig'averasiz. O'zi 1-2 marta yig'ib ko'rsangiz esingizda ham qoladi ekan, qolgani tezlik. Xo'p. Birinchi bunday bajariladi, o'ng qo'l bilan tortasiz, o'ng qo'l bilan ko'tarasiz. Yo'qotib qo'ymagan holatda, ushlab turgan joyingizda chap qo'l bilan tortasiz, chap qo'lni ko'tarasiz. Endi xuddi shuni nima deydi? Teskarisi endi, o'ng qo'l va pastga, chap qo'l va pastga. Shunday holatda ortga qaytardik. Endi o'zi ikkitasi qanday to'g'rilanib qoldi. Shunday holatda misol bundayga ushlab olsam, chap tomonda bo'lib qolyapti. Ikkitasi to'g'rilandi-ku. Men buni o'ng tomonda qilib ushlab olaman-da, yana xuddi shu harakatni bajaraman toki bular ham joy-joyiga kelguniga qadar. Qarayman, joyiga kelibdimi, yo'qmi, birinchi qarab olayin. Xo'p, sabzi rangi bor. Nimasi bor? Sarig'i bor, ko'ki bor. Bu joyida ekan o'zi. Bu joyda bo'lgandan keyin bu joyda bo'ladi. O'zi bitta bilan to'g'rilanib qoldi. Xo'p, ko'ki bor, sarig'i bor, qizili bor. Aslida bunaqangi oson bilan bo'lib qolmashi mumkin. Har bittasini oyoqdan yig'ib chiqishingiz mumkin. Buning uchun sizga bitta yana boshqatdan ko'rsatib berayin. Xo'p. Birinchi bu, o'ng qo'l bilan tortasiz, o'ng qo'lni ko'tarasiz, chap qo'l bilan tortib, chap qo'lni ko'tarasiz, o'ng qo'l bilan tortib, o'ng qo'lni tushirasiz, chap qo'l bilan tortib, chap qo'lni tushirasiz. Mana shu holatda mana men tayyor turgan narsani o'zi buzdim. Shunchaki nima deydi? Videoga yordam bo'lishi uchun. Xo'p. Endi mana bu holatda bu joyida emas, sarig'i bor. Bu joyida emas. Chunki oqi bor, bu yerda oq yo'q uchala tomonda ham. Bu ham joyida ekan. Mana bu joyida ekan mana. Qizili bor, sarig'i bor va ko'ki bor. Shu to'g'ri turgan tomonda o'ng qo'lingiz tomonga to'g'rilab olib turib, yuzini to'g'rilab olib turib, hozirgi harakatni yana bajarsangiz, mana shu burchaklarni muhimi to'g'rilab olishimiz kerak edi. Xo'p. O'ng qo'l bilan tortaman, o'ng qo'lni ko'taraman, chap qo'l bilan tortib, chap qo'lni ko'taraman va xuddi shuni tushirishga bajaraman. O'ng qo'l bilan tortib, o'ng qo'lni tushiraman, chap qo'l bilan tortib, chap qo'lni tushiraman, joyiga qaytdi. Mana endi shu holatda qarayman, nechtasi joyiga keldi. Mana bu joyiga keldi, chunki qizil, sariq, ko'k. Mana ko'k, qizil, sariq. Bu-chi bu. Bu joyida emas, chunki oqi bor. Bu yerda uchala tomonda ham oq yo'q. Xo'p, joyida bo'lgan qaysi edi o'zi? Xo'p, men qarayman. Mana bu joyida emas. Joyidasi mana bu edi. Shuni oldiga qo'yib turib, yana bitta bajaraman. Xo'p. Buni tortaman tepaga, buni tortib tepaga, tortib pastga, chap qo'lni tortib, buni ham pastga.
Endi qarayman nechtasi to'g'ri bo'ldi. Mana bu ikkitasi o'zi shundoq 100% to'g'ri bo'lib qoldi. Bu ikkalasi ham to'g'ri turibdi. Nimaga rang almashmagan? Bu oxirgi qilinadigan ish. Muhimi siz hozir bular hatto almashib qolgan taqdirda ham mana bu o'zini joyini tepasida haliga ishonch hosil qilsangiz bo'ldi hozirgisida. Xo'p, bu qadamda. Xo'p, qarang, sabzrang bor, sariq bor, ko'k bor. Bu joyda qizil bor, bu bor, bu ham bor. Bu ham joyida. Ana endi oxirgi qadam qoldi. Mana shu yerda teskari bo'lib qolganlarda, mana burchaklarda joy-joyida turibdi, faqat o'rni almashish kerak. Buning uchun nima qilish kerakligini siz bilasiz. O'sha o'ng qo'l chap qo'l harakati oxirgi o'sha boshda o'rganganimiz oxirgisida ham shu amal qiladi. Faqat bitta bu yerda eslab qolish kerak bo'lgan narsa, qo'lingizda harakatini nimaga eslab qolishingiz kerak. Ya'ni bunday ushlagan holatingizda hech qachon bitta qo'lingizni ushladingizmi, yo'qotib qo'ymang o'shani. Bir-ikki marta bajarib, hammasi to'g'rilanganicha, chunki o'rta yo'lda esingizdan chiqib chalkashtirib qo'ysangiz, butun kun buzilib ketadi, yana boshqa temishingizga to'g'ri keladi. Hop. Endi mana shunday holatda teskari qilamiz buni, yig'ilmagan tomondan va qaysi qo'lingizga, men chap qo'lni ushlayapman yoki o'ngdami? Chap qo'l bilan ushlang. Hop. Chap qo'l bilan ushlasangiz o'ng qo'l harakatini to'g'rilaysiz endi uni. Hop, nima deydi? To'g'rilanmaganda olib kelib olasiz. Misol uchun bu to'g'rilangan, buni buzishim shart emas. Bu ham to'g'rilangan, buzishim shart emas. To'g'rilanmaganda olib kelib olasizda, misol uchun o'sha qo'lni harakatini bajarasiz toki u o'zini joyiga to'g'ri bo'lib tushmagunicha, ya'ni bunday buralib to'g'rilanib qolmagunicha. Misol uchun hozir menda mana bu bundayga buralish kerak. O'ng qo'l harakati hali aytganim, tepaga ko'taraman, bunday ortiga qaytaraman va buni toki o'sha pastki qatlam to'g'rilangunicha takrorlayverasiz. To'g'rilanda va endi birinchi ishni bajargan joyimdan endi qo'limni siljitmashim kerak. Agar siljitsam adashib ketaman. Mana shuni ushlab turgan holatda keyingi to'g'rilanish kerak bo'lganda olib kelaman. Burayman. Bu to'g'ri turibdi. Bu to'g'ri turibdi. Mana bu to'g'ri emas. Shuni olib kelaman. Qo'lim ushlab turgan joyga olib kelaman, adashtirmasdan va bajaraman. O'ng qo'l harakatini. 1 2 3 4. Hop. Yana bitta bajaraman. Yana bitta. Hop. To'g'ri bo'lguncha bajaraman. To'g'ri bo'ldi. Va shunchaki ansam bo'ladi. Men buni o'zini rangini oldiga olib kelib qo'yilsa bo'ldi. Bunday qilib turaman. Olib kelib qo'yilsa, kubik yig'ildi deganim shu.